erkil disfunksiyaga uchramaslik uchun nimalarga e'tibor berishlaring kerak? Shularni jinsiy aloqa qilganda qoniqishlik va o'zini juftini qoniqtira olishlikni bilish kerak. Buni jinsiy aloqadan oldin masturbatsiya qilaman deydi yoki jinsiy aloqani tugatgandan keyin masturbatsiya qilaman deydi. Sog'lom bo'lsangiz, hech qanday doriga muhtoj emassiz. O'zingizni Gerkules sifatida ko'rsataman deb turli kuchni orttiruvchi dorilar, ereksiyani kuchaytiruvchi dorilarni ichish mumkin emas. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizning muxlislari. Bugun sizlarga andrologiyaning aktual mavzularidan bo'lgan bu erektil disfunksiya. Erektil disfunksiyani qaysi jihati deyilganda, erektil mana bugungi kunda siz sog'lomsiz hozir, lekin etidan keyin deylik 40 ga kirib, deylik 50 ga kirganda erektil disfunksiyaga uchramaslik uchun nimalarga e'tibor berishlaring kerak? Shularni 12 ta qoidasi. Men adabiyotlardan, u yoqdan bu yoqdan review deydi inglizchasi, shu elab, tarab o'tkazdirdim. Buni ko'paytirish ham mumkin, kamaytirish ham mumkin. Buni ichida alohida yana kommentariyalarimiz bo'ladi. Slaydlar shaklida beriladi. Men har bir slaydni o'ziga sizlarga yana gapirib boraman. Marhamat, 12 ta qoida desak ham bo'laveradi. Bulardan birinchi o'rinda jinsiy aloqadan to'xtab qolmaslik uchun erkaklar jinsiy ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Har qanday mavzuda ham bilasizlar, ma'lumotsizlik, johillik eng yomon narsa hisoblanadi. Bunda nimani bilish kerak bu erkaklar deyilganda, erkaklar jinsiy olatni turish mexanizmini yuzaki o'zini dunyoqarashiga mos ravishda o'sha qon tomiridan qonni kirishligi bilan ereksiyani bo'lishligi, qonni ichkarida ma'lum bir vaqt to'xtab turishligidan ereksiyani fiziologiyasi shuni bo'shangandan keyin chiqib ketishligini haqidagi ma'lumotni bilish kerak va jinsiy aloqa qilganda qoniqishlik va o'zini juftini qoniqtira olishlikni bilish kerak. Buni turli tuman yo'llari, usullari bor. Uni internetda bugungi kunda ChatGPTdan so'ralsa ham yuzaki bilib olish mumkin bo'ladi. Bu munosabatlarni mustahkamlash uchun, doimiy bo'lish uchun va sizni ayolingiz rad etmasligi uchun uni ham taskin topishligi kerak bo'ladigan bu o'sha ma'lumotning ikkinchisi hisoblansa, uchinchisi turli tuman xurofotlarni oshna og'ayni internetdagi har xil o'sha bo'lmag'ur jinsiy olatni kattalashtirish yoki yo'g'onlashsa u bo'ladi deganga o'xshagan turli tuman xurofotlarni ko'p. Shularni o'zini hayotiga suqmaslik kerak. Keyingisi erkak degani bu ereksiya degani. Erkaklik va ereksiyani bir-birini to'ldiradigan narsa degan fikrdan yiroq bo'lish kerak. Chunki bu fikr noto'g'ri. Yaxshi erkakda yaxshi ereksiya bo'ladi degan gap noto'g'ri. Bunga berilib buni har xil o'zini zo'rlab qilish kerak emas, lekin ereksiyani boshqara olish kerak bo'ladi. Ereksiyani boshqara olish kerak va kerakli paytda, kerakli joyda qo'zg'atishni ta'minlay olish kerak bo'ladi. Keyin erkak kishi doim jinsiy aloqaga tayyor bo'lish kerak. Tayyorgarlikda agar muammo bo'lib turgan bo'lsa, darhol kelib shifokordan yordam olish kerak bo'ladi. Keyingisi esa ereksiya yo'qolib qoldi deganda panikaga tushib qolib, qo'rquvga tushib qolish kerak emas. Bunda ham o'sha yoki birinchi marta jinsiy aloqaga kirishga turgan paytda yuqori his-hayajonga berilish kerak emas. Bular hammasi ereksiyani sifatini buzadi. Keyingisi uchinchisi bu masturbatsiya. Masturbatsiyani juda ko'plab aytdik, kommentariyalarda, videolarda. Masturbatsiya qilyapsizmi, siz xato qilyapsiz degani. Endi birinchisi, juftingiz bo'lsa, nima uchun masturbatsiya qilasiz? Bu bir. Masturbatsiya haqida sizlarga alohida video qilaman. Kecha kuni telefon ham qilishdi, Telegramda ham yozishdi. Masturbatsiya qilgandan keyin jinsiy holatdagi og'riq, masturbatsiya qilgandan keyin urug'da orqasidan keladigan qon masalalari haqida alohida video tayyorlaymiz. Hozirgi bu etapimizda shunaqa masturbatsiya qilyapsizmi, xato qilyapsiz. Hattoki shunaqangi bemorlarimiz ham bor, jinsiy aloqadan oldin masturbatsiya qilaman deydi. Yoki jinsiy aloqani tugatgandan
keyin masturbatsiya qilaman deydi, qoniqishlikni yoki o'zini o'rniga turish. Bularni hammasi turgan, bitgani xato. Bu xatolarni qilishingiz kerak emas. Bular sizni o'zingizga jabrdan boshqa narsa emas. Keyingisi, to'rtinchisi bu muqobil juft, ya'ni o'zingizga loyiq, o'zingizni turmush o'rtog'ingiz. Bu haligi bizdagi maqollar shu joyga qandaydir yo'nib turib tushirsak bo'ladi. Erni er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham, gado qiladigan ham ayol deganda. Xuddi shu jinsiy quvvat masalasida ham shunaqa. Ya'ni sizni o'zingizga muqobil juft bo'lib, qulay vaqt bo'lib, qulay joy bo'lib, uyg'un ayol bo'lgandan keyin buni doim ta'minlab turishingiz kerak bo'ladi. Aloqada bo'lib turishingiz kerak bo'ladi. Boshqaga sakrab, boshqa joyga to'xtatib, boshqa vaqt, boshqa imkoniyatlar yaratishga harakat qilmasligingiz kerak bo'ladi. Keyingisi bu 5-inchisi bu jinsiy muloqot deymiz. Jinsiy muloqot bunda o'sha o'zingizni ayolingiz bilan jinsiy masalalarda, jinsiy qoniqishlarda o'zingizni unga tushuntirishingiz kerak. Sababi siz lazzatlanmoqchi bo'lsangiz, siz o'zingizni ayolingizni lazzatlantirishingiz kerakki, undan siz ruschasiga atdacha deydi-ku, undan ta'sir, javob effektini olishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun yana o'sha internetda adabiyotlardan foydalanishingiz mumkin. Bu muloqotni qanday qilish texnikasi mavjud, tatbiq qilish mumkin. Turli tuman o'sha o'yinlar yoki texnikalar, muloqotlar, yondashuvlar qilib turgan paytda travma olmasliklaring kerak bo'ladi. Keyin yana o'sha bezib qolmasligi uchun haligi har kuni osh yeysanmi, sho'rva yeysanmi degan mazmundagi gaplarga tushib qolmaslik uchun qandaydir jinsiy o'yinlar, bir yangiliklarni jinsiy hayotga qo'shib borishlik kerak bo'ladi va qo'llagandan keyin ma'lum bir nechtasini o'zlariga ma'qul kelganini qo'llab olish kerak bo'ladi, lekin fantaziyalarda chek-chegarasini bilib odam o'zini qo'lga olish kerak bo'ladi. Bunda o'zingizni birinchidan nima qobiliyatga egasiz, o'zingizni ayolingiz nimaga loyiq va shuning uchun ikkala tarafga ham ma'qul bo'lganini hayotda qo'llab ko'rish mumkin. Uni turlari, misollarini nima qilish emas, masalan ko'zni bog'lash bor, ba'zilarda kishanga bog'lashlar bor, lekin qaysidir yana deylik pozalar bor, ularda o'zaro juftlarda birgalikda hal qilinadigan masalalar. Bu o'zingizni imkoniyatlaringiz, ya'ni haddingizni bilish. Jinsiy aloqa degani bu tubsiz quduq emas. Bundan to'g'ri, oqilona foydalanish kerak bo'ladi. Shuning uchun soni muhim emas. Muhimi sifat. Buni ham aytganmiz. Bundan tashqari begonaga uzul-kesil qattiq qarshimiz. Faqat ayollarda o'sha deylik kasallik davrida yoki shamollash davrida himoya vositalaridan foydalanishlik ham kelajakda erektil disfunksiyaga sabab bo'lmaslikda ahamiyatga ega. 8-qoidamiz bu o'zingizni bo'shanishingizni nazorat qila olishlik yoki boshqara olishligingiz. Har qanday erkak o'zini bo'shanishini nazorat qila olishi kerak. Agar tez bo'shanayotgan bo'lsangiz, buni tan olishingiz kerak. Shifokorga borishingiz kerak, uni davolashga harakat qilish kerak va yetarli muddat davomida jinsiy aloqani ta'minlab ayolni qoniqtirish kerak bo'ladi. Sog'lom bo'lsangiz, 9-qoida aytyapman, hech qanday doriga muhtoj emassiz. O'zingizni Gerkules sifatida ko'rsataman deb turli kuchni orttiruvchi dorilar, ereksiyani kuchaytiruvchi dorilarni ichish mumkin emas. Shifokorga borib, shifokorning tavsiyasi, shifokor nazoratidagina ichish mumkin. Hattoki bu yo'lda dorixonalar yoki ko'chadagi dorilardan olib, dorixonalarda o'sha patprilavka deymiz, yashirin sotiladigan dorilarga umuman murojaat qilish kerak emas. 10-qoidamiz uzoq muddat yana o'sha jinsiy hayotni saqlab qolish uchun ham, boshqa kasalliklarga uchramaslik uchun ham bu turmush tarzi, aktiv turmush tarzi bo'lish kerak. Stresslarni yo'qotish kerak, uyquni sifatli qilish kerak va tana vaznini iloji boricha oshishiga yo'l bermaslik kerak. Turli zararli odatlar, o'sha sigaret, aroq, narkotik, bugungi kundagi energetiklardan ham uzoq turishlik jinsiy hayotni uzoq davom etishini ta'minlaydigan omil bo'lib hisoblanadi.
Yana bitta omilimiz, qoidamiz 11-si bu kasalliklar. Kasalliklarda umuman beparvo bo'lish kerak emas. Kasallikni bor, ularda ichida eng ko'p uchraydigani erektil disfunksiyaga etidan keyin keladigani qabulimizda ham bo'lib turgan bemorlar bor. Bular qandli diabet birinchi o'rinda turadi. Qandli diabet, qon bosim, yurak qon tomir kasalliklari turadi. Bularni siz vaqtida davolamayapsizmi? Bilingki, ertadan keyin o'zingizga kasalliklarning buketini tayyorlayapsiz degani yoki o'sha boshqa videolarda biz aytganimizdek infarkt, insultlarga o'zingizni tayyorlayapsiz degani. Siz bularni oldini olsangiz 60 ta emas, 65 ta, kerak bo'lsa 70 ta ham, 75 ta ham bo'lmasligingizni ta'minlaydi. Oxirgi qoidamiz juda ko'pchilikda uchraydi. Kunda kunora menga ham murojaat qilishadi, hamma urologga murojaat qilishadi. Yoshim 35 ga kiryapti, 30 ga kiryapti, 40 ga kiryapti. Men ertadan keyin shu kasallikka chalinmaslik uchun nima qilishim kerak deyiladi. Yuqorida sanab o'tilganlarda inobatga olinsa va oldini olish profilaktikasini men ko'pincha 40 dan boshlatish mumkin deb hisoblayman. Bularning ichida eng ko'p, eng oson, eng qulayi birinchi o'sha zarbli to'lqinli terapiya deyiladi. Tashqaridan o'sha to'lqin jo'natib erektil to'qimani yosharishga olib keladi. Ikkinchisi bu PRP terapiyasi, bilasizlar, bu birinchi o'sha qo'shimcha tashqi zarb to'lqinli pastchastatali terapiyani ham tez kunlarda klinikada yo'lga qo'yamiz. Keyingisi bu PRP. PRPni xalqaro erektil disfunksiya indeksi bor. Buni 5 ta sinfda baholanadi. Masalan, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gacha bu o'ta ham og'ir darajasi bo'ladi. Keyingisi 8 dan 11 gacha og'ir, o'rtacha darajasi 12, 13 bo'ladi. 16 gacha, yengili 17 dan 21 gacha bo'ladi. Umuman ereksiya muammosi yo'q degani bu 22 dan 25 gacha bo'lgan qism hisoblanadi. Endi shu joyda shuni aytib o'tishimiz kerak. Agar o'zingizda bu xalqaro indeks bor, baholash, bu yig'indalar qayerdan kelasiz, boshqa slaydlarimizda yoki veb saytimizda erektil disfunksiyani baholash degan 5 ta savollik test bor. O'sha yerda savol-javobga o'qib turib baholash orqali bilish mumkin. Hamma shifokor urologlar bilishadi. PRPni shu joyda shunisini aytib ketay, oldingi videomizga qo'shimcha sifatida. Oldingi bosqichga o'tkazishga kuch-quvvati yetadi xolos. Shuning uchun juda og'ir holatda kelib turib, meni sog'lom holatga olib chiqib qo'y demanglar, chunki unaqa ta'sirga ega emas. Masalan, siz keldingiz, o'rtacha daraja oldingiz, 12, 13, 14, 15 ballda keldingizda sizni 17, 18, 19 ga o'tkazib qo'yadi. Ma'lum bir vaqt davolanib yana qo'shimcha boshqalarida qilinsa, keyingi etapga o'tishi mumkin bo'ladi. Profilaktik davolarni yana haliginda aytib o'tdim, o'sha yosh katta bo'lgandan keyin vakuum pompalardan ham ishlatish mumkin, lekin albatta shifokorning nazoratida va qandaydir yana dori-darmonlar, gormonlarni nazorat qilgan holatda olib borilishi mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'linglar.